Xabar qilinishicha, oldingi payshanba kuni Sankt-Peterburgda yashaydigan Arslan Gibadulin ismli kishi tor orqali setib olingan The North Face markali tantarbiya oyog'ining ichidan oyoqning ichki qismiga tikib etilgan bir qisqa xatni bayqagan. Xatda mundaq yozilgan: "Yordam qiling, men Xitoydagi turmada, Uyg'urga yordam qiling." Moskva vaqti gazeti yana bu voqeaning dunyo moda sanoatining Xitoydagi Uyg'ur majburiy emgak kuchiga chetildiganligini isbotlaydigan, bu yil ichida bayqalgan 3-qatimliq voqea ekanligini eskartgan. Ma'lum bo'lishicha, 180 kishilik huquq tashkiloti birlashmasi iyulda doklad e'lon qilib, yer shari moda sanoatining asosan degida Xitoyning Uyg'ur elidagi Uyg'ur majburiy emgak kuchiga sherik ekanligini ta'kidlagan. Avstraliya strategik siyosat instituti bu yil martda 82 dan ortiq donliq markalik mahsulotning Uyg'ur majburiy emgakidan foydalanganligi, 2017 yildan 2019 yilgacha Xitoy hukumatining 80 mingdan ortiq Uyg'urni Xitoyning ishkirki o'lkalardagi zavodlarga yetkazganligini oshkorlagan edi. Yaponiya ishki kabinetining bosh kotibi Katsunobu Kato Sharqi Turkistondagi kishilik huquq vaziyatini yaqindan kuzatayotganligini aytdi. Yaponiya ishki kabinetining bosh kotibi Kato chorshanba kuni Sharqi Turkistondagi kishilik huquq vaziyatini andisha ichida yaqindan kuzatayotimiz dedi. Xabar qilinishicha, Koto 18 noyabr o'tkazilgan bir muxbirlarni kutib olish yig'inida Yaponiya xalqaro jamiyatga o'rtaq bo'lgan erkinlik, asosli kishilik huquqi hurmat qilish va qonun bo'yicha idora qilishning Xitoyda mukofolatga ega qilinishi muhim deb qaraydi degan. Xitoy ishg'oli ostidagi Sharqi Turkistonda millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmonlar yig'ilish lagerlarida xo'rlanmoqda. Xitoy bo'lsa bu lagerlarni kasbiy tarbiyalash markazlari deb oqlaydi. O'tgan oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida 39 davlat birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoydan yig'ilish lagerlarini taqashni talab qilgan bo'lib, Yaponiya ham shu davlatlarning orasida bor edi. Ikki ming 19 yili qurilgan Tayvan Sharqi Turkiston jamiyatining boshlig'i advokat He Chaodong apandi 15 noyabr yakshanba kuni Tayvan universitetida o'tkazilgan Uyg'ur tarixidagi ikki Sharqi Turkiston Jumhuriyatini xotirlash suhbat yig'ini haqida ma'lumot berdi. He Chaodong apandining bildirishicha, 15 noyabr Tayvan universitetida o'tkazilgan mazkur suhbat yig'inida Tayvan siyosiy universitetining dotsenti Li Fujong, Tayvan davlat idora qilish tadqiqot organining hay'ati professor Do Levin, harbiy ishlar sahifasi yozuvchisi Lo Sibin qatorliq uchaylan Sharqi Turkiston Jumhuriyati haqida doklad bergan. Onun bildirishicha, mazkur suhbat Xitoyning atalmish Xinjiang, ya'ni Yangi chegara deb atalgan Sharqi Turkistonning Xitoy deganidek azaldan Xitoy davlatining ayrilmas qismi emas, balki besib olingan zamin ekanligi va bu ikki jumhuriyatning qisqa muddat ichida yiqilishga sabab bo'lgan tarixiy omillar asosli munozir temasi bo'lgan. Rossiya, Xitoy, Eron va Shimoliy Koreyaning eng chong to'rt bexatarligi tahdidi elib keladiganligini bayon qilgan Kanada aloqa bexatarlik markazi bu davlatlarning to'r boshligidan foydalanib, Kanadaning energiya sistemasiga ziyon yetkazmoqchi bo'layotganligini o'ttirg'a qo'ydi. Kanada aloqa bexatarlik markazining dokladida mundaq deyildi: Biz albatta Xitoy, Rossiya, Eron va Shimoliy Koreyaning davlat qo'llagan programmalari bir qism Kanada fuqarolari va tashkilotlarga eng chong to'r tahdidi elib keladi deb o'ylaymiz. Dokladda aytilishicha, to'r boshlig'i yana Kanada tashkilotlari va hukumat organlarini iz qo'g'lashga ishlatiladigan bo'lib, dushmanlik pozitsiyasi tutgan davlatlarning hujumga tayyorlik qilish va qo'rqitish uchun muhim ul aslaha to'ri davomli tekshirilib turdi ekan. Malayziya va Xitoy hukumatlari Wuhan virusi vaksinasini ichish va tarqatish to'g'risida kelishim imzolagan. Kelishimga asosan Malayziya Xitoy tadqiq qilib yasagan vaksinaning e'tiborli setib oluvchisi bo'ladi. Xitoy Pan texnika ministri Wang Jigang bilan Malayziya texnika va yangilik yaratish ministri Hayri Jamoliddin sinliq yig'in o'tkazib, ikki davlatning Wuhan virusiga qarshi turishda yaqindan hamkorlashishi to'g'risida rasmiy kelishim hosil qilgan. Kelishimning birinchi bosqichining 5 yil davomlashadiganligi, ondan taraflarning o'rtaq tasdiqi bilan har yili yangilanadiganligi e'lon qilindi.